Assalomu alaykum. Azizlar, bugungi chiqishimiz xudo xolasa olcha murabbosi haqida bo'ladi. Olcha murabbosini xususiyatlaridan bittasi, bu faqat zarardan iborat emas, ayrimlar shunaqa deb o'ylashadi. Shamollagan paytda o'sha vitamin C darmon dorisini tarkibida ko'p saqlagani hisobiga foydalanishadi. Undan tashqari eng zo'r foydali taraflaridan bittasi bu o'sha uyqusizlikdan qiynaladiganlar, uxlashga qiynaladiganlarga juda ham zo'r yordamchi. Yoshi kattalar osh qoshiqda to'ldirib, katta qoshiqda bir qoshiqni bir piyola choymi yoki qaynab chiqqan iliq suvgami aralashtirib, issiqroq suvga aralashtirib, iliqqina qilib ichib olsanglar, kechqurun yarim soatda uyqunglar keladi, tiniqib mazza qilib uxlaysizlar. Yosh bolalarga esa kichkina qoshiqda, hali juda ham serharakat, uxlashga qiynalasizlarki, yosh bolani ana shunaqalarga kichkina qoshiqda bir qoshiqni to'ldirib olasizlar-da, yarim piyolaga o'sha suvgami, choygami aralashtirib ichirib olsanglar, 20 daqiqa, yarim soatda uxlab qoladi. Salomat bo'lasizlar.